Rossiyaga ham ketishim kerak, pul topishim kerak, ishlashim kerak. Biletlarning narxi ham palon-pul yotibdi aeroportda. To'xta, YouTube'da reklamalarni ko'rdim. Avtobusda borsa bo'ladi degan. Qarab ko'ring, narxlari nech pul ekan. Assalomu alaykum, xayrli kech qadrli obunachilar. Moskva Toshkent, Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha avtobus qatnovlarimiz yo'lga qo'yilgan. Bulardan Toshkent Moskva, Kazan, Orenburg, Sankt-Peterburg, Ufa shaharlariga borish imkoniyatlari mavjud. Bu menga juda Agarda kimgadir biletlarimiz kerak bo'lsa, bizning manzilimiz Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzalining 2-qavatida joylashgan. Qisqacha ma'lumot berib o'taman. Har bir avtobus reyslarimizda har bitta odam uchun 50 hamda 60 kilogramgacha bo'lgan yuklarni o'zlari bilan olib ketishlari mumkin. Bundan tashqari 1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mutlaqo bepul, 5 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun Alo, assalomu alaykum. Sobir Rahimov Toshkent avtovokzalmi bu? Rossiyaga ketmoqchi edim. Bilet narxi necha pul? Rossiya Federatsiyasiga borish uchun aeroportda bilet narxlari sizga qimmatlik qilyaptimi? Unda bizning manzilimiz Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzalining kiraverishda o'ng tomonda 2-etajga chiqasiz va bizning ofisimiz joylashgan. Bundan tashqari quyida keltirilib o'tilgan ishonch telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, bizdan batafsil ma'lumot olib, masofadan turib joylaringizni bron qilib qo'yishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting.